Assalomu alaykum. Stimul dasturida qatnashgan yoshlarimizdan birining omad formulasi e'tiborimni tortgan edi. Men har bir kun yakunida o'zimga savol beraman. Bugun o'zimni rivojlantirish uchun nimalar qildim? Har bir kundan samarali foydalanish hamda vaqtni zoye ketkazmaslik bu muvaffaqiyatli insonlarning omad kalitidir. Bugun ham izlanishdan, mehnat qilishdan charchamaydigan yoshlarimiz haqida hikoya qilamiz. O'ylaymanki, bu men soham. Haligacha mashq o'qib turadi. O'z ishi davomida qiynalishi mumkin, lekin ular albatta kelajakda o'z mevasini beradi. Bu mas'uliyat edi. Samarqand sha'nini saqlash bir tomonda Ayol kishiga to'g'ri kelmaydi deyshadi. Sendaqasi yo'q bu olamda. Muhabbating har bir nolamda. Ular bizani qo'llarimizdan yetaklab professional jurnalist darajasiga yetkaza olishadi. birgalashib, bellashib shu bosqichlardan o'tdik. Xalqaro jurnalist darajalariga chiqish niyatimiz bor. Imkoniyatlar juda ham yetarli. Stimulning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillariga ko'plab iqtidorli yoshlarimiz murojaat qilishyapti. Albatta, ko'rsatuvning maqsadi ham yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash. Bugun ko'rsatuvimizda ana shunday yigit-qizlarimiz bilan tanishamiz. Bolaligimdan juda ham qiziqqanman bu sohaga, chunki maktabimizda yosh bo'lishimga qaramasdan menga juda ham katta mas'uliyat bilan tadbirlarni ishonib topshirishardi. Ularda boshlovchilik ishlarini olib borardim. Shu uchun katta bo'lsam, Xudo xolasa eng zo'r jurnalist bo'laman, xalqaro jurnalist bo'laman deb o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. O'ylaymanki, bu men soham. Adashmaganman va bu sohaga shunaqangi qiziqamanki, albatta inson o'z sohasiga qanchalik qiziqsa, kelajakda yana ham muvaffaqiyatlarga erishishi osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Umida Pirnazarovani bo'lajak hamkasbimiz desak bo'ladi. Qashqadaryoning Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universitetida tahsil oladi. Bir nechta maqolalari xalqaro nashrlarda chop etilgan. Hali endi birinchi kursni tamomlagan bo'lsa-da, ustozlari ko'magida ilmiy izlanishlarni boshlab yuborgan. Avvalambor prezidentimizga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz hamda Qashqadaryo viloyati Xalqaro innovatsion universiteti rahbariyatiga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizning yo'nalishimizda juda ham katta imkoniyatlar bor bu sohada. Ayrim yoshlarimiz, ya'ni chekka joydagi yoshlarni qurbi yetmasligi mumkin, ya'ni sharoiti to'g'ri kelmasligi mumkin. Aynan viloyatda ochilgan mana shu yo'nalish ular uchun bir yangilik hamda katta imkoniyat deb o'ylayman. Professor o'qituvchilarim bor, ularga yaxshi shogird sifatida hozirgi kunda ilmiy maqolalar bilan shug'ullanishni boshlaganman. Hamda nutqimni rivojlantirish uchun nutq rivojlantiruvchi kitoblardan foydalanaman. O'z-o'zimni rivojlantirishga etap-etap, ya'ni qadamma-qadam Xudo xohlasa harakat qilyapman. Albatta, bu ko'krak nishoni va sertifikat hamda tashakkurnomalar O'zbekiston Germaniya xalqaro konferensiyasida o'z ilmiy maqolam bilan, ya'ni ilmiy maqolam mavzusi axboriy jamiyat, siyosat, jurnalistika hamda yoshlar mavzusida bo'lgan. Ya'ni bu ilmiy maqolam 2 oy davomida tahlil qilindi hamda olib chiqdim. Bu juda ham hayajonli. Hozir ham bu yutug'imdan juda ham hayajondaman. Bu sohaga avvalambor o'zimizda ham shunaqa gaplar bor, ayol kishiga to'g'ri kelmaydi deyshadi. Meni ham juda ham ko'p qarindoshlarim bu sohaga kirishishimga qarshi bo'lishgan, lekin juda ham katta rahmatlarimni ota-onamga qarata aytmoqchiman. Rahmat, mana shu sohaga kirishimda menga yordam berganlaringiz, ham duo tarafdan, ham ma'naviy, ham moddiy taraflama qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Hamda sinf rahbarim borlar. Mana shu yoshligimda shu sohaga qiziqtirib, tadbirlarda boshlovchilik ishlarini menga ish olib topshirganlari uchun va hozirgi kunda Qashqadaryo jurnalistlar uyi rahbari Usmon Nusurovga ham juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalambor jurnalistikaning yo'nalishlari juda ham ko'p. O'zimga kerakli hamda o'zim juda ham qiziqqan yo'nalishini birontasini tanlab, shu sohada yana ham shunaqa ilmiy ishlar Xudo xohlasa O'zbekiston jurnalisti, xalqaro jurnalist hamda professor darajalariga chiqish niyatimiz bor. Mana shu Qashqadaryo viloyatini umuman olganda O'zbekistonimizni bayrog'ini ko'klarga ko'tarish hamda jurnalistikada O'zbekistonda ham eng zo'r jurnalistlar borligini boshqalarga isbotlab qo'yish. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlayotgan mana shu Xalqaro innovatsion universiteti rahbariyati tomonidan Mening yurtim kanaliga, ya'ni mana shu Stimul loyihasiga rahbariyatimiz o'zlarining sovg'alarini taqdim etganlar. Shularni qabul qilsangiz. Hozirgi kuylaydigan taronamiz mualliflik qo'shig'imizdan Ketar edim, ketar edim. Ketar edim sening bilan oxiri dunyogacha
kezar edim sening bilan toshi tog' daryogacha tunlararo bemorlikni qoldirib ketding menga tunlararo bedorlikni qoldirib ketding menga ketar edim 4 yoshidan Xalqlar do'stligi san'at saroyida yakkaxon konsertini taqdim etishni orzu qiladigan yigitimiz bugun ana shu maqsadini ro'yobga oshirish uchun tinmay mehnat qilmoqda. Rajabali Mo'minov Farg'onadan. Ko'plab yoshlarimiz kabi u ham Otabek Muhammad Zohidning qo'shiqlarini kuylashni yaxshi ko'radi. Aql hushimni olib, bexabarni yoqib olib, yuragimga o't solib, qoldirding ko'chada. Sevgi maktubin bitay, qay tilda izhor etay, ruschadami, turkchada, inglizcha, o'zbekchada. Lütfibe jonginam, lütfibe, I love you jonginam, I love you. Seni seviyorum canım, çok seviyorum. Sevaman seni jonginam, seni sevaman. San'atda birinchi qadami bizda 4 yoshimizda bo'lgan. Qarindoshimiz to'y qilayotganda, o'sha paytda Alisher Fayzda baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alamda yangrar dil xiroj, baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xiroj, farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Bir kuni qarindoshimiz to'yida san'atkor o'shani aytayapti. Men endi rosa mazza qilib hali kuylayapman. Keyin dedi. O'shanda o'sha aka aytdi, "Seni talenting bor. Sen musiqada o'qimay turib, sen musiqadagi o'sha aytadigan tonalnostga tushyapsan. Bu ilohiy narsa. Musiqa maktabiga borgin" dedi. Shundan so'ng musiqa maktabiga tashrif buyurdik. Undan so'ng Farg'ona ixtisoslashtirilgan san'at maktabida akademik xonandaligida o'qidik va hozirda bo'lsa Toshkent davlat konservatoriyasi qoshidagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'at institutiga harakat qilmoqdamiz. Ustozimiz Ravshan Namozovni xotirlab, notanish qiz ashulasini ijro qilamiz. Notanish bir qizning rasmin chizaman, baribir u senga o'xshab ketadi. Notanish bir qizning rasmin chizaman, baribir u senga o'xshab ketadi. Sababin bilolmay hayron kezaman, xayolim qoshingga boshlab ketadi. Men esa hijolat tortaman battar, qaylarda yuribsan sevgili janon. Tanishlarimiz, nima qilasan, gitarani qo'y, boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Ayam hozirgacha aytadi, sen o'sha paytda doktorlikka o'qimagansan. Doktorlarni qara yurishini. Lekin qanaqadir san'atga mashtimda bir narsa urib turadi. San'at chiqadi degan narsada, u yoshligimdagi misol 4,5 yoshda men Xalqlar do'stlik san'at saroyida konsert qo'yishni orzu qilgan bo'lsam, haligacha mashta urib turadi. Sen qo'yasan. Misol yillar o'tgandan sayin kimdir hali orzusidan kechadi. Bo'ldi, hayotni ko'radi. Yo'q-da. Hali ham taslim bo'lish yo'q. Hali ham o'sha qiziqish, hali ham o'sha orzu, hali ham o'sha maqsadlar. Otabek Muhammad Zohidning Yulduzxoni taronasi. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, Yulduzxonu jon quloqdan tinglasaydi men gapirganda. Yulduzxonu Uzun ko'ylak jononima, bozor berman san jonima, chaqirganda kel yonima, kel yonima. Yulduzxonu ko'nglim aytar hayqir, hayqir, ko'chasiga borib chaqir. qarab qo'ygin darchangdan bir, qirlar
oshib keldim mano, qorlar bosib keldim mano, dildan nola qildim mano. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda, jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda. Yulduz xonim, yulduz xonim. Bizda Farg'onamiz bulbuli deb nomlanadi. Ya'ni shunaqa atashadi uni. Yaqinda ko'rgan bo'lsalaring, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvonini oldi Otabek Muhammadzohid ustozimiz. Shuni qo'shiqlarini eshitamiz va o'sha quvasoyimizda bor Islomjon Dadajonov yaqinda ovoz loyihasida qatnashdi. Ustozlarimizni qarsaklariga o'sha sazovor bo'ldi. Shu ustozlarimizni eshitamiz. Yana ko'pincha biz endi estrada yo'nalishida bo'lganimiz uchun ustozimiz Farruh Zokirov, Botir Zokirov va juda ham ko'p o'sha o'zbek estrada yulduzlarini tinglaymiz. Sendaqasi yo'q bu olamda, muhabbating har bir olamda. Hatto rohat dardu alamda, sevmasang ham sevgan bo'lardim. Kitoblar o'qib turamiz, chunki baribir kitob o'qimagan inson madaniyatsiz hisoblanadi. Bizga bo'lsa san'at yo'lida madaniyatli inson bo'lishimiz kerak. Ustozlarimiz shuni deb o'rgatishgan. Xo'p, oxirgi kitob sizga aytadigan bo'lsam, Urushning so'nggi qurboni deb nomlangan kitobni o'qiganman. She'riy kitob asosan shu Muhammad Yusufning yozgan she'rlari. Bilsalaring, o'zbekimizda estrada ko'p xonandalari Muhammad Yusufning she'rlaridan foydalanishgan. Shuning uchun biz ham o'qiymiz. Oliy maqsad nima deng? Shu mashhur bo'lish va suyukli bo'lish insonlarga. Mashhurlik bitta chiqasiz, yana tushib ketasiz. Lekin odamni qilgan yaxshiligingiz baribir esda qoladi, suyukli bo'lib qolasiz. Kelajakdagi maqsadlarimiz shu, o'sha aytgandek 4 yoshimizdagi orzuni amalga oshirishda. Bu san'atimizdan maqsad ota-onamizni rozi-rizochiligini olish. Biz orqamizdan ota-onamiz faxrlanib yursa, bizga shundan boshqa baxt yo'q. Ota-onamiz duo qilib tursa, bag'i endi yaratgandan. Poyingda ming yolvorib, ishqim qildim-ku izhor. Sen ham bir bor dil yorib, sevaman deb ayt dildor. Poyingda ming yolvorib, ishqim qildim-ku izhor. Sen ham bir bor dil yorib, sevaman deb ayt dildor. Sirgurgan ortingdan shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida, men g'aribni bitta o'p. Kel o'shalar oldida, men g'aribni bitta o'p. Men g'aribni bitta o'p. Atrofingda men sarson. Ismim Rachel Wild. O'ziga xos yuristman. Vazifam yuridik tuynuklar va soxta kompaniyalar orqali qarzlarni yashiradiganlarni ta'qib qilish. Axloq va axloqsizlik chegarasida ishlayman. Qonuniylik va g'ayriqonuniylik oralig'ida, oq va qoraning o'rtasida, kulrang hududda faoliyat yuritaman. Yana bir serqirra iste'dodli ijodkor qizimiz Sevinch Zafarova hozirda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida o'qiydi. She'rlar yozadi va dublyaj san'atiga ham mehr qo'ygan. Orzulari bir olam bo'lgan qiz bilan yaqinroq tanishamiz. Jurnalistika sohasi bilsangiz agar ovoz bilan bog'liq va sizning ovozingiz qanaqaligi atrofingizdagi insonlarni sizga bo'lgan munosabatida, ularning haqingizdagi fikrlarida bilinadi. Va men yoshligimdan o'zim she'r yozganman va o'zim yozgan she'rlarni va mashhur shoirlarning, shoiralarning she'rlarini ijro qilgan holda maktabning o'zida sahnalarga chiqqanman. O'sha onlarda til va adabiyot ustozlar, shu bilan birgalikda musiqa san'ati bo'yicha ustozlarning e'tiboriga tushib, ularning mehrini, e'tiborini qozonib, shu orqali o'zimda ovoz kuchi borligini his qilganman va ovozimni rivojlantirish uchun harakat qilganman, mashqlar bajarganman, qandaydir kurslarga qatnashganman. Ovozimni eshitishganida albatta ko'pchilikdan ijobiy fikrlar olaman haligacha va o'zim ustimda ham ishlayman ovoz bo'yicha va bu sohani tanlashimdan qanaqa jasorat bo'lgan deganda aynan ota-onamning va ustozlarning menga bo'lgan ishonchlari.
ota-onam, ustozlarim sening ovozing yaxshi, chiroyli gapirasan, sendan yaxshi jurnalist chiqadi deb gapirishganda men ham o'zimdagi jurnalistik qobiliyatlarni birma-bir sinab ko'rishni boshlaganman. Aynan televideniyega chiqqanman, radioda chiqqanman, hatto jonli efirlarda bo'lganman u yerlarda va shu hollarda men o'zimda ovoz kuchini sezganman va rostdan ham mendan jurnalist chiqar ekan agar harakat qilsam degan ma'noda olg'a intilganman. Jurnalistikaning aynan siyosiy sohasini tanlamoqchiman, chunki siyosiy jurnalistlar eng yuqori pog'onada turishadi va siyosiy jurnalistlarni sohalari jiddiy bo'ladi. Misol uchun juda ham jiddiy surishtiruvlar olib borishadi. To'g'ri, ular o'z ishi davomida qiynalishi mumkin, lekin ular albatta kelajakda o'z mevasini beradi. Men eng ko'p kuzatadigan jurnalistlardan bittasi barchamizga mashhur bo'lgan Jahongir Olimov. Ularni nutqlari, o'zlarini sahnada tutishlari, umuman olganda ko'p bu o'zlarining kanallarida bormanda, shaxsiy kanallarida misol uchun o'zlari gapirib tashlaydi, o'zlarining qilgan ishlarini tashlaydilar. Faoliyatlari davomida nimaiki ishlarni amalga oshirayotgan bo'lsalar, kanallariga yuboradilar va men ularni kuzataman. Ularni har bir detallari menga juda ham yoqadi, to'g'risi. Bugungi zamonaviy jurnalist har tomonlama zo'r bo'lishi kerak, har tomonlama o'z sohasini ustasi bo'lishi kerak. Misol uchun avvallari jurnalistlar faqatgina joylarda borib, o'zlari gapirib, o'sha bo'lgan voqeani gapirib tayyorlab, reportaj yoki biror bir lavha tarzida tayyorlashgandi. Ammo bugungi kunga kelib jurnalist ham kadr olyapti, ham o'zi montaj qilyapti, ham azuchka yozyapti, ham o'zi borib o'sha yerda nimaiki holat bo'ladigan bo'lsa, bitta jurnalist o'zi barcha ishlarni eplayapti. Va bunaqa jurnalistlar ko'payayotgan sari jurnalistlarga bo'lgan talab ham ortib boryapti. Misol uchun bitta jurnalist qaysidir sohada, qaysidir televideniya sohasida deylik, faoliyat boshlamoqchi va u qobiliyati bo'yicha boshqalardan ustun, ya'ni u kadr ham ola oladi, mobilografiyani ham biladi, videografiyani ham biladi, universal. Hozir birinchi bosqichni yakunlagan bo'lsam, 1 yil davomida imkoniyatlarning barchasini ko'rdik. Bizda o'sha ovoz yozish studiyalari bor, radiomiz ham bor, universitetimiz radiosi bor va universitetimiz muhiti katta, maydoni katta va u yerda biz xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Misol uchun kadrlar olishimiz mumkin, qandaydir o'zimiz uchun kontentlar tayyorlab, o'zimiz uchun blogimizni yuritishimiz mumkin bemalol. Unaqa imkoniyatlar ham mavjud. Mashhur ustozlarimiz ham bor, o'sha bloglar yuritadigan. Ular bizani qo'llarimizdan yetaklab bemalol yaxshi taniqli jurnalist, professional jurnalist darajasiga yetkaza olishadi. Imkoniyatlar bizga juda ham keng, juda ham yetarli. Shukrlar bo'lsin kim ozoddir yurtim. Ulkan binolar qad rostlagan unda hech kimdan kammasman, to'kisdir baxtim. Vatanga muhabbat jo bo'lgan dilda. Ajib insoni ko'p ona yurtimning, issiq kulchalari mashhur elimning. Shifo maskanlari ming dardga davo, kelajagi buyuk hur diyorimning. Tarixini boy qilgan Amir Temurlar, yurtni ulug'lagan buyuk Navoiylar, odamlarin asrab ko'ziga surib, darddan xoli qilgan Ibn Sinolar. Yurtim jamoliga hech ko'z tegmasin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yoshlar qo'lidagi O'zbekistonning kelajagi buyuk, qadri baland bo'lsin. She'riyatni ham juda ham yaxshi ko'raman, sevaman, chunki yoshligimdan she'r yozganman. Yoshligimda yozgan she'rlarim to'g'risi hozir o'qisam o'zimga yoqmaydi, chunki u yerda qofiya nima, turoq nima, vazn nima, umuman hech biriga e'tibor bermasdan shunchaki she'r yozganman. Lekin hozir barchasini joyiga qo'ygan holatda barmoq vaznida she'r yozishga harakat qilaman va menda she'riyat qobiliyati qancha borligini sezganman. Misol uchun bitta she'rni o'qiganingizda, o'sha she'rda to'g'ri o'qiy olishingiz uchun uni qofiyasi joyida bo'lishi kerakda. O'shandagina chiroyli chiqadi va o'sha o'zingiz ijro qilganingiz yoki boshqalar ijro qilganini eshitganingizda ham chiroyli chiqqanini sezasizda o'sha. Men misol uchun 9-sinfgacha, 10-sinfgacha ham yozgan she'rlarimda deyarli bunaqa professionalniy daraja bo'lmagan. Lekin hozirgi yozadigan she'rlarimga asosan barcha detallarga e'tibor qarataman va o'ylaymanki, o'sha ko'pchilik ustozlar ham o'qib ko'rishgan she'rlarimni. Mana misol uchun bizda bunaqa bo'ladi, dars jarayonlarida biroz muddat dars vaqti ortib qolishi mumkin. Mavzu tushunib turib bo'linadi, mavzu darslarida ayniqsa va biroz muddat vaqt ortib qolsa, she'r yozadiganlar bormi? She'rlaringizdan eshitamiz deydi ustozlarimiz. Va o'sha vaqtda butun katta auditoriyaga she'r o'qib berganman va ko'pincha ijobiy fikrlar bildirishgan. Dilda ma'sum unlarni titrab dil larzasidan biz ochamiz o'tgan kunlarni yuragimiz derazasidek. O'z ijodimdan Bardosh nomli she'rni sizlarga o'qib bermoqchiman hozir. Orzu qilma ortiq izzat toju taxt. Dunyoga kelishning o'zi katta baxt.
berilma ortiqcha his tuyg'ularga, hayotingni berma hech nokaslarga. Hayot sinovlari qalbing qiynasa, bag'ritosh insonlar yuraging siqsa, azobli armonlar ko'z yoshing to'ksa, alamli qayg'ular diling og'ritsa, sabr qil, bardosh ber qiyin onlarda. Qadding bukma azob uqubatlarda, aslo nolimagil hech bir kuningda, quvon shukrona ayt go'zal damlarda. G'urbatli kunlaring o'tar u ketar, baxtli soniyalar intiqib kutar, ularga yetish uchun bo'l qat'iyatli, shunda har daqiqang o'tar mazmunli. Men dublyajda professional emasman, lekin to'g'risini aytsam, men ham shu Zulxumor Mo'minovaga qiziqqanman. Ularni dublyajlarini ko'p kuzatganman. O'zim havaskor sifatida ba'zi bir sahnalarni olib dublaj ovozlashtirib turaman va bu hollarda asosan o'zbek filmlari, keyin ko'pincha qanaqa nostalji barchamizga mashhur bo'lgan, yoshlikda sevib ko'rgan kinolarimiz, hozirgi zamonaviy kinolar emas, balki yoshlikdagi sevib tomosha qilgan filmlarimizni asosan qayta ovozlashtirishga harakat qilaman. Qaysi a'zo quvonch bilan bog'liq? G'azabchi. G'azab jigar bilan, xavotir o'pka bilan, qayg'u ham o'pka bilan bog'liq. Jigar kuchsizlansa odam ma'yuslanib qoladi. Xavfsirash buyrak bilan qorindan, qo'rquv in bilan yangining bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'ladi. Unda nega noto'g'ri javob berdingiz? Xato qilib qo'ydim. Ba'zanda adashsa, ovqatning ta'mi buziladi. Lekin tabib adashsa, odam o'lib ketishi mumkin. Agar hamshira bo'lmoqchi bo'lsangiz, hammasini puxta o'rganasiz. Xo'p bo'ladi. Shu ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatim ham asosan dublyaj va she'riyat. She'riyat endi to'g'ri o'zim soham, she'r yozib ijro qilaman, lekin dublajda professional emasman, shunchaki havaskor dublajchiman. Uzoqdan ko'rsalar gulxan, yaqindan qarasalar cho'g'. Nafas, sen bo'ri bilan qo'zichoq masalani eshitganmisan? Eshitmaganman. Aytib ber. Qo'zichoq ezmalanaveribdi. Xo'sh, keyin nima bo'libdi? Bo'ri dumini qisib qochdimi? Sabrimni sinama. Men asosan bo'sh vaqtimda kitoblar o'qib turaman. Kitoblar juda ham sevimli mashg'ulotlarim, kitoblar o'qish, kitoblar mutolaasi va o'zim misol uchun o'qimagan kitoblarim bo'lsa ham hali yangi kitob olishga harakat qilaman. O'zimni rivojlantirish uchun ham va menga ko'pincha o'tkir syujetli kitoblar yoqadi va sevimli yozuvchim O'tkir Hoshimov kiyimini tashqari Tohir Malikni ham yaxshi ko'raman. Tohir Malikni bitta Oqibat nomli beshliklarni 10-sinfda bitirayotganda o'qib chiqqanman. 650 betlikmida adashmasam 5 ta asar bitta jamlangan katta kitob. Lekin juda ham meni eng ta'sirlantirgan Tohir Malik ijodidagi asar mana shu bo'lgan, Oqibat beshligi bo'lgan. Va ko'pincha bu hozirgi bu trend bo'layotgan kitoblar emas, balki barchamiz avvaldan sevib o'qib kelgan kitoblarni yaxshi ko'raman. Odam bo'lish qiyin, o'tgan kunlar, mehrobdan chayon yoki oltin zanglamas deyishimiz mumkin Shuhrat qalamga mansub bo'lgan. Xuddi shu kitoblarni o'qiganman. Ularni qachon hozir ham emas, aynan milliy sertifikat bor bilsiz, ona tili adabiyotdan milliy sertifikatga topshirish jarayonida bu kitoblarni o'qiganman. Yaxshi ko'rib qolganimcha haligacha sevib qayta-qayta o'qib yuraman. Aynan shu sohada o'zim topishqoqliman. Hozir endi men siyosiy jurnalistikani tanlaganim uchun jurnalistika universitetini bitirgandan keyin ikkinchi mutaxassislikka yuridikada ham o'qimoqchiman, yuridik universitetida ham. Va u yerni darsliklarini olib o'qishni boshladim, to'g'risi. Bu yerda endi misol uchun suhbat bilan o'tkazishadi, ikkinchi mutaxassislikda puxta tayyorgarlik ko'rish kerak. Shuni reja qilib qo'yganman va o'zimni blogimni yuritish va meni yana bitta katta maqsadim bor. Buni ko'p sahnalarda aytganman, ko'pchilik eshitgan bu fikrimni. Milliyligimizni keng miqyosda targ'ib qiluvchi yangi loyiha ustida ishlayapman. Asliyat deb nomlaganman. Aynan o'zim monologlarimda klip ishlamoqchiman va mana shu kliplarni asosan milliylik bilan bog'lamoqchiman. Ha, milliy kontent, milliy liboslarimizni, milliy matolarimizdan zamonaviy kiyimlar ishlab chiqishsin va shu kiyimlarni butun omma hamma kiysin. Va biz ham shu Yevropa mana qanday o'zini madaniyatini bizga singdirgan bo'lsa, biz ham o'z milliy madaniyatimizni ularga singdiraylik. Ular ham bizga misol uchun qilib chiqadigan trendlarni biz emas, ular qilib chiqsin. Xuddi mening eng katta maqsadim hozirgi kunda mana shunaqa shu loyiha ustida ishlayapman. Bir qasam tunlar kiyip buncha men kuydirasan. Her zamanda bir qarab bir ajal öldürasan, bir ajal öldürasan.
o'zi nozikkina bo'lsa-da, mana shunday kuchli ovoz sohibasi Dilavruz Hayotbekova yaqinda bo'lib o'tgan Yoshlar ovozi Bozotov Fest 2026 tanlovining 16-22 yosh toifasida faxrli birinchi o'rin sohibasi. Bundan tashqari, yosh ijrochilar Respublika ko'rik tanlovining 3-o'rin sovrindori. 2024-yilda Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali ochilish marosimi ishtirokchisi. 2025-yilda esa Toshkent shahrida o'tkazilgan Navro'z umumxalq bayrami tadbirlari ishtirokchisi. Bir qator davlat va madaniy ma'rifiy tadbirlar hamda tanlovlarning faol qatnashchisi. Ayni paytda Dilavruz Hayotbekova Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida tahsil oladi. Demak, uning fikrlarini birgalikda eshitamiz. Yoshlar ovozi Bozotov Fest ko'rik tanlovida 2023-yildan buyon qatnashib kelaman va shu yil mahalla, tuman va viloyat bosqichlarida muvaffaqiyatli chiqish qilib respublika bosqichiga yo'llanma oldim. Eng qiyin jarayon menimcha shu Samarqand viloyatida bo'lib o'tgan jarayon deb aytsam, bu mas'uliyat edi. Samarqand sha'nini saqlash, bir tomonda ota-ona ishonchi, ustozlarimiz ishonchi, sahnaga chiqish jarayonida hayajon bo'ldi. Lekin sahnaga chiqqanimdan keyin, o'zim mas'uliyat his qilganimdan keyin bor kuchimni, mahoratimni ishga soldim. Hakamlar hay'atidan juda yaxshi fikrlar bildirildi. O'zi nizomda maqom va katta ashula deyilgan. Albatta ustozlarimiz maslahatlari bilan asar tanlaymiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodiraxonim Pirmat va ustozlarim bo'ladilar. Ular menga shu katta ashula yo'nalishida Ey Dilbara Janonim ashulasini tanlab berganlar va respublika bosqichida shu ashulani ijro qildim. Yüz cebrov cefa Ashulani o'zimniki qilish uchun avvalo juda ham ko'p tingladim. Ustozimni darslariga borib qatnashib, birga ijod qildik, tayyorlandik konkursga. Adashmasam 3-4 oy tayyorlandik ustozimiz bilan. Asar murakkab bo'lganligi sababli avjlarida juda ham katta kuch talab qiladi. Raqiblar hammasi kursdoshlarim. Qizlarimiz hammasi bir-biridan iste'dodli va mahoratli edi. Bir-birimizni bilganimiz yana ham qiyin. Chunki ular meni ovoz imkoniyatimni biladi, men ularnikini bilaman. Shunga qaramay birgalashib, bellashib shu bosqichlardan o'tdik. Ko'pincha mumtoz musiqaga qiziqaman, hind ashulalariga qiziqaman lekin. Bundan tashqari o'zimning hobbilarim bor. Makiyaj, keyin manikyur sohasi bo'yicha kursga borganman. Shu sohalarda qiziqaman, yaxshi ko'rib ishlayman. Men o'zi tabiatdan juda ham tortinchoq qizman, lekin bu konkurs shunaqa motivatsiya berdi menga. Xudo xolasa yana ham nima desam, katta rejalar qildim. Xalqaro tanlovlarga chiqish istagi paydo bo'ldi o'zimda. O'zimga juda ham katta motivatsiya oldim. Dadajonim men uchun o'zi Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tdi bu konkurs. Men bilan birga dadajonim bordilar, shuncha yo'lda bosib. Ularning ishonchlari, qo'llab-quvvatlashlari menga juda ham kuch berdi. Oyijonim bu yoqdan, ustozlarim, yaqinlarim, yangi oilam. Uni his-tuyg'ularimni so'z bilan aytib bera olmayman. Ko'z yosh keldi.
o'zim bilan faxrlandim, lekin Samarqand sha'nini saqlaganimga, ota-onam ishonchini saqlaganimga. Birinchi o'rinda dadamga telefon qildim. Dadam ham xursandligidan rosa ko'zlariga yosh keldi. Hayotdagi eng katta maqsadim bu xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga, ko'klarga ko'tarish va o'zbek milliy musiqa san'atimizni butun dunyoga targ'ib qilish. Azizlar, mana bugun ham o'z mehnati va yutuqlari bilan vatanimiz rivojiga hissa qo'shib kelayotgan va shu orqali yaqinlarini ham xursand qilib kelayotgan yoshlarimiz bilan yaqinroq tanishdik. Ozmi ko'pmi ularning hayotiy hikoyalariga quloq tutdik. Siz ham mana shunday yetakchi, iqtidorli yoshlar qatoridamisiz? Unda bizni kuting. Keyingi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Yana Stimulda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.